hayotda turmushga chiqmaydi qizlar. Agar o'g'il bolani puli yo'q bo'lsa, mashinasi yo'q, turmushga chiqmaydi, lekin o'g'il bola qiladi. Qiz bolani hech nimasi bo'lmasa ham qo'lidan ushlab uylanib olib chiqib ketadi. Biz shunaqamiz. 90% kerak bo'lsa o'g'il bola shunaqa. Men javob beraman. Qiz bolani shundoqligicha yaxshi ko'radi. Kerak emas hech nimasi, lekin qizlar hayotda u narsani qilmaydi. Bolani puli yo'q bo'lsa, tan olinglar. Bolani puli yo'q bo'lsa, mashinasi yo'q bo'lsa, uyi yo'q bo'lsa, to'y qilishga pul yo'q bo'lsa, faqat nikohlansa aqlinglar yetadimi? Yetmaydi aqlinglar. Umuman hayotda yetmaydi. 1%, 2% qizlar bordir. Mayli turmushga chiqaman, hech nimasi yo'q bo'lsa deydigan. Lekin aqliga ham emas deydi afigasini. Shuncha bolalar qo'rqib qolgan. Qizlarga nima kerak? Pul kerak, mashina kerak deb dahuyasi uylana olmay yuribdi. Dahuyasi. Sizlarni mana shu Instagram propaganda qilib, miyalarning qatig'ini chiqarib yubordi. Yuraveringlar qizlar, yuraveringlar. Oxiri nima bilan tugashini o'zingizlar ko'rasizlar.